Shu kommentariyani ichida qaysi mashinani olib haydab o'rgan bo'lardingiz aka? Buni albatta yozib chiqating. 4 ta mashinani kamchiligini ayting degan. Tracker 2 Redline, Onyx, Cobalt, Gentra deyapti. Avtomat. Cobalt bilan Gentrani kamchiligini aytmaymiz, sababi 70 ming kilometr, 60 ming kilometrda ularda juda qiyin kamchilik chiqib qolish. Endi bir xilgilarda chiqadi, bir xilgilarda chiqmaydi. Lekin Onyx bilan Tracker 2 turbinada 60 ming 70 ming kilometrda kamchilik chiqib qolyapti akalar. U qanaqa kamchilik? 60 ming 70 ming kilometrda zubchat remenni tishlar to'kilib, klapan qayrib qo'yganlar kuzatildi. 60 ming 70 ming kilometrda antifriz ozayish, qaynash, bullshitterdan oqpar chiqish, tekshirsak galovka ichidan yorilib ketish holatlari kuzatildi. Ayrimlarida, hammasida ham emas. Tracker Onyxda 150 ming kilometr maza qilib haydab yurganlar bor, hali ochmasdan. Xo'p, hozir ham mana bitta Farg'onadan galovka olib kelishdi, Tracker 2. Endi qancha yurganini so'ramadim. Antifrizda problema, hozir tekshirishga chiqarib yubordik, hozir davleni berib ko'ramiz. Mashinalarda to'ralasi ham zo'r mashina. To'ralasini ham olib haydab, kayf qilib yurgan akalarimiz bor. Maslahat beraman, olib garajingizga to'ralasini ham olib kirib qo'ying aka, birinchi o'rinda. Sharoitingizdan kelib chiqib, endi siz oldin qanaqa mashina haydaganingizni yozib qo'yganingizda yana ham bir yechim oson bo'lar. Akalar, fikringlar qoldiringlar. To'ralasidan olib haydash imkoniyati bo'lganda qaysi birini bosib yuborardingiz? Sog' bo'linglar, obuna bo'lib qo'yinglar, mashinanglar bo'lsa yaxshi videolar qo'yib turamiz. Salomat bo'ling.